Roblox'dagi biz bugungi videoda Srojboy va Amirchi bilan birga o'zlarimiz ba'zan mashinalar bilan uchrashishimiz kerak bo'ladi bolalar. Qarochi ko'rib turganda bizning orqamizda spam egg degan tugma bor. Ko'rib turganda biz tuxumlarni spam qilib turib, o'sha tuxumlardan chiqadigan eng qimmat inomarka mashinalarni ko'rib bola o'zlarimiz zonamizga olib kirishimiz kerak. Qarochi eng qimmat mashina bugun kim bo'lar ekan ko'ramiz bolalar. Eng qimmat mashina olgan bolaga men 80 ta rus tashlab beraman yoki bugungi admin abiz bo'ladi. Bugun shanba kuni bolalar. Bizlar bugun Keyboard Escape o'yinda admin abuzga qatnashamiz. O'sha admin abuzda bular trading beraman. 90x 9x li trading beraman bolaga. 100x trading erta bo'ldi bunaqa konkurs qilishimizga. O'tga o'y tuxumlarni ustida mashina rangi bilan chiqargan bola 112 ming dollarga mashina chiqdi. Qarochi biz boz bo'lib bizga maksimum kerak harakatlar qilishimiz kerak. Chunki bola hozirda bitta ham mashina yo'q. Birinchi mashina mana 4 sekunddan keyin bir nima qilar ekan qarochi. Nima qiladi 4 sekunddan keyin? Ha, ochlar, buning ichidan mashina tushishi ham mumkinmi? Yo'q. Ha, tanlagan mashinam shart bo'ldi. Qarochi pul yig'ar ekan-da. Sekundiga 15 dollardan pul yig'ar ekan. Buni kuchaytirsa bo'lar ekan levelni. Yaxshi. Keyin bola hozir ko'ramiz. Bu yerda o'zi obunachilar bor, Sroj bo'yinyapti. 5 ga pul bor ekan va Amir chiqqan bu yerda. Amir chiqib tost qayerga ketgandi, tualetgami. Bekozlik obunasi deb qo'ygan mana bola. 100 ga pul bor ekan. Yo'q-mayo. Turibdi. Buning baland-ku. Qo'yib qilyapti-ku bu yerda. O, mashinam zo'r deb pul berib ketyapti menga. Yo-mayo. Thank you brothers. Mayta tekinga narsa berar ekan. Yana 15 dollar Civic degan mashina oldik. Yaxshi, ikkita mashinamiz bor hozirchalik. Bizda tezroq kuchayishimiz uchun bo'lamaydi. Nimalar bor? Accept. No dinozavr. Dinozavr ko'rish ekanmiz asan. Bitta mashina ko'riladi, tupoy. Sani inventoryda dinozavr yo'q deyapti. Men inventoryim qayerda o'zi? Starter pack olsa bo'lar ekan bola. Plus bir ultra starter pack bola 18 rubl nima tushadi ekan bola. Oy, Tesla bilan qaraqadir bir Jeep berdi menga. Ikkalasini qo'yib qo'yamiz hozir. Mana mashinalar yo'qot, пожалуйста, bu ikkalasini kerak emas, bizga Tesla'ni joylashtiramiz. 90 dollarcha qo'yib beradi. 65 dollar bu, boshqa gap. Bular nasib qo'yadigansa bundan ham ko'proq pul 450 dollar pul beryapti. Mana olamiz, buni kuchaytiramiz. Maksimum kuchaytiramiz. 720 dollardan pul beryapti. Mana kuchaytiramiz. Wow deb turib pul berib ketyapti. 400 dollar pul berdi menga tekinga bitta mashina ko'rgani uchun. Jinni ekanlar, lo'q ekan bular. Bitta mashina ko'rgani uchun 400 dollar pul berib ketdi menga. Qarochi bitta laklarni omadni kuchaytirsa bo'ladi bo'lar. Mana kanaverimizda chiqadigan tuxumlarni omadini kuchaytirsa bo'ladi. Zo'r mashina chiqishi mumkin. Keyin bitta nima? No cars demak, bitta spinam berar ekan bo'lar. Diamond kulli degan 4000 Robux turar ekan bu mashina 1% chiqsa agar bor-ku bolalar. Hamma narsaga durust deb chiqardim. Lucky block bor ekan 72 ta Robuxga. Yo-mayo. Mana qancha? 399. 10 ta ekan, 10 tasi, mana esa 999 Robux. Ultra starter pack bola biza oldi. Yaxshi, 20 ka pul ham berar ekan. Pagani'lar bor ekan bu yerda, Koesek bor ekan bu yerda. VIP 2x cash, 2x XP, 2x cars slotlar kerak emas. Bizda good egg luck kerak albatta. Chunki bizga omadni kuchaytirib beradi bu bolalar. Yaxshi, buni olib qo'ydik va bu yerda 15 ga buni kuchaytiradigan bo'lsak, bolalar yana kuchayaveradi. 60 ga pul, bu yerda yana 127 ga pulimiz bor. Tuxumlarni spam qilamiz 2000 dollarlik, 2000, 100 dollarlik, 12000 dollarlik. Yo'q, bizga qimmatlarga 80000 dollarlik off-roadli mana bu narsa chiqdi menga yana shunaqasidan chiqdi menga. Buni esa harakat qilib qo'yamiz. Qani ko'ramiz. 45 sekunddan keyin ochilar ekan. Yaxshi. Limited nima bu? 999 Robux yo'q. Qimmatda. Valloh bunaqa Robuxim yo'q-ku. Fotoramizda ikkita mashinamiz bor. I want to sell my own cars. Hamma mashinani sotaveramiz. Bitta Pagani turibdi. Ko'proq pul beringlar, пожалуйста, menga. Ko'rganingiz uchun ko'proq pul beringlar. 100,000 dollar pulim bor bo'ldi. Mayda mashinamiz hozir ochiladi. 20 sekund qoldi. 20 sekund ochilib bo'lgandan keyin hozir garvarishin karpach chiqishimiz. 15,000 dollarga menda omadni kuchaytiramiz bo'ldi. 135,000 dollarga Golden Tesla. Bunisi boshqa gap bo'ldi. 135,000 dollarmidi? Hozir bizda 120,000 dollar bor, 135,000 easy. 130,000 dollar bor, 132,000, 134,000 va 137,000 dollar pul. Mana sotamiz Golden oltin Tesla sotib oldik. Ikkita mashina bor qo'limda. Bu qayerdan tushdi? Buni qayerdan oldim men? Kamar, epic kamar bo'li. Oh, rare. Mo'yam rare, lekin bu epic qayerdan oldim men? Qo'limga qayerdan kelib qoldi? Mana ochamiz bo'li. Davay, jipim chalaman hozir. Davay. Yaxshi 65 dollardan beryapti bu ham. Buni reverse bo'ladimi?
Mashina kerak ekan. Mashinalardan bitta olamiz shundan. Da Tesla yo biza Tesla kerak emas, off-roader buni ham olganmiz. Ko'p o'tib ketdi mana. Mashina kerakmi? Matiz. Yo bu Corolla ekan. Matiz o'xshagan mashina kerak edi bizga. Mana 12 ming dollar ekan. Olib qo'yamiz, dang puldan yig'ib olaylik toz. Sekundachka bo'ldi. Kamaram ochilsa boru, bolalar kamaram ochilishi kerak-da. O'sha kamaram normalniy pul beradigan o'xshayapti menga. Buni oldik. Reverse ko'rsatadigan bo'lsak, buni ochib qo'yishimiz kerak hozir. Qayerga qo'yamiz buni? Bu yerga qo'ysa bo'ladimi ekan? Bu robust ekan, shunga sariq bo'lib yonib turibdi ekan. Bu nimaligini men tushunmadim. Sen inventorida dinozavr yo'q. Qanaqa dinozavr? Bu mana shu kerak edi. Mana reverse'imiz ikkita boshqa tayyor. Bunisi boshqa gap. Bu goldmi? Bu Uncommon Beetle. O'zi rangi shunaqa ekan. Men goldni tasarlamagan debman. Mana hozir kamar 28 ga ko'chiradi. Bitta musor narsamiz qana aytdi. Teslamiz tayyor bo'ldi-ku. Hozir Teslani puliga kuchaytiramiz, normalniy puliga kuchaytiramiz bo'ldi. 120, 130. Kamar o'tsa kamarni kuchaytiramiz. To'xtaydi, kamarni. Teslani emas. Kamarimiz ochilichi 12 sekundga kamarimiz ochiladi hozir. Qani, kamarimiz pajjalista, kamarimiz olsin, tezroq. Epic edi bu kamar, qanaqa kamar edi tushunmadim. O'zi qayerdan keldi bu? O'shanga ham tushunmadim. Reverse bizda bitta mashina bor, Uncommon. Yana bitta ko'k mashina olganda qayerga ketdi? 180 dollar berar sekundiga kamarimiz. 2000 dollar sekundiga beryapti. 2000 dollar. Amayt dedi musor mashinamiz. Mana bu ham musor mashina. Buni olamiz va 100 ming dollarga bo'ldi reverse qo'ramiz. Bu tushdi. Yaxshi, bu ham tushdi. Bo'ldi. 100 ming dollarimiz bor. Endi reverse tangittiramiz bo'ldi. Endi bunga 10% pul qo'shib beradi. Ikkita yangi slot. Yana 30 minutlik offline cash deyapti, короче. Yaxshi, pullarimiz, soqalarimiz tezroq yig'amiz. Kamar yoqibdi bolachalarga. Kamarda pullarni tezroq kamar zo'r pul ishlab tashlasa, g'oyatda Teslalarimiz zo'r pul ishlaydi. 1300 dollardan pul ishlayapti Teslalarimiz. Mana mashinamiz endi kerak emas, bular muslim mashinalarni sotib olamiz. Selga borib kelamiz, hozir selga borib bularni sotsak, bizga qancha pul beradi? Bizga 700 dollar. Qo'yda pul berdi. Manta ko'proq pul yig'ishimiz kerak, короче, ko'proq pul. 77 ming dollar, 12 ming dollar, 160 ming dollar pulimiz bor. Yaxshi. Endi, короче, hamma pulni bitta yig'ib turadigan narsa yo'qmi avtomatik robot so'ralardi. Salom aka debdi. Vallahi va alaykum salom, va alaykum salom, va alaykum assalom. Qani ko'ramiz, Tesla chiqyapti. Tesla, yana Tesla 225 ming Horse GT vallahi. Bizga vaqti qimmatroq 300-400 ming, 1,5 million dollarga dahshat mashina ishdi. Yaxshimiz to'g'ri. Salom. Video bo'ldi, video. Конечно, bu video. Kituna 4 ta obunachi kirib olgan bo'ldi. Sizlar ham bo'lib biz bilan birga to'nashsa videoga like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Bugun kechqurun shanba kuni admin abiz bo'ladi bo'ldi. Admin abizda men o'zim Robuxga trade millar tarqataman. Sizlar ham trade millar so'zlaylar, videoga like bosib, pastdagi hamma kanallarga obuna bo'lib qo'yinglar. Mo'yda 400 ming dollar pulim bor mana o'zi. Yaxshi. 500 ming dollar pulim bor-da. 2 millionga sup va yo'q, qanaqa mo'sh. O'tib ketdi 800 ming dollarlik kamar. Olmoqchim shuni. Off-roader gelig o'tib ketdi mana yonimda. 1,5 million dollar va Citroen yana off-roader, Tesla, bu ham mashina olsam bor bo'ldi. 2 million dollarlik. Mana kamar bo'ldi. Bu kamar oldik bilasizlarmi? Horse GT mutasaddilar chiqish boshladi. Event qo'shdimmi deyman. Event boshlanibdi bo'ldi. 1,5 million dollarga hozir yig'sak, mana mashina olib qo'yamiz. Qancha pulimiz bo'lar ekan hozir ko'raylikchi. 700 ming. Yaxshi, 846 ming dollar pulimiz bor. Vaqti zo'r bo'ldi. Hozir yorvoradi, короче. Trade qilsak bo'lar ekan. Trade 10 qilib qo'ysak, 30 NPC traders bir bilan tugatish kerak deyapti. Spin berdi bo'ldi. Пожалуйста, menga 1% mana shu mashinani ber. Iltimos bo'ldi. Давай, let's go 1%. Hamma obrasimizni jo'shonlar. Oy, 1,5 million dollarlik mashina ishdi. 1,5 million dollarlik mashina ishdi menga tekinga. Menga qo'yib qo'ysak, bu yerga puliga robust deb aytib qo'yamiz. 3000 tochlar ekan bo'ladi, 9 ta robustga skip qilamiz. Va 9 ta robustga skip qilamiz. Qaysi bo'ladi? Qanchadan beradi deb o'ylaysizlar bo'ladi pulini? 800 ming dollar tushirib tashlayman. Qancha? 250 dollar normalniy bo'ldi. Hozir normalniy summa tushirib qo'yaylikchi. 2700 dollardan beryapti sekundiga. Yo'q, qilish ketadi pulimiz.
1,5 million. Demak, hatto omadni kuchaytirishga reverse ko'rsam bo'lar ekan-ku. Bosib bolalar reversani. Davaymi? Gomi? Go! Короче, yangi reverse. Ikkinchi reverse ham qo'rdik bo'ldi. Endi soqqalar yig'ib turib yana dash tushiramiz. Qani kelinglar bolalar ko'rishga kelsizlar, hammanglar mana kamarni ko'ringlar. 1,5 million dollarlik sekretamalar Mustangni. Dahshat mana shu mashina, вообще prям dahshat bo'ladi. Ko'ringlar, shuni mashina beringlar. Qana bering mashina. O'zimga bitta mashina kerak, o'zi. Devonaman, devona. 29 tur ekan. Thank you brother. I don't need this. 50 ming dollarga olamiz. 100 ming dollar, ha? Ayt 23 ming dollar, 38 ming, 40 ming dollar, 380 ming dollar pulimiz bor. Men 300 ming dollarga yana omadni kuchaytirdik, короче. Endi qanaqa mashinalar chiqar ekan bo'ldi? 80 ming dollar, 35 ming, kamar chiqadi 8 ming dollarga. Yo'q. Короче, нормальный mashinalar. Vulkanik bilan mutassalik o'tib ketdi. Mana vulkanik epik. Mana 8 ming dollarga sozay bo'ldi. Mana o'sha 130 ming dollar ishlayapti. Nima mana 77 ming dollar ishlab olgan. Mana 20 ming dollar. Hozir easy 8 ming dollar qilishimiz. O'sha 500 ming dollar bor. Yo'q-mayo. Day bilan hozir 600 ming dollar bor. 8 mingda boyagi mutassalik va epik kamarni olamiz. Davay. Biz bunimi 2 million dollarga. Yo, unga pulim yo'q deb bo'ldi afsuski. Unga pulim yo'q. Mana nima bilan kirmayapti nimaga. Kirmas ekanmiz bular. Men ba'zan ancha katta ekan, mashinalarni ko'paytirishim kerak bo'ldi. O'sha kamarni olaman deyapman. Hozir yetadi pulim, bemalol olsam bo'ladi. Da ketdi bo'ldi. 8 ming dollarga yangi mutassalik vulkanik kamarni olamiz. Yaxshi, epik bo'zi ham. Mutassalik qancha berar ekan? Bu bancha 150 mi 200 dollardan berardi. Yana bilmadim. Hozir ko'ramiz. Skip qo'yamiz buni ham 9 tur busga. Davay. Let's go. Qanchadan beradi? Ochamiz. Davay, let's go. Normalniy pul bersin iltimos. Bu sekundiga qanchadan? 450 dollar. Normalniy 450 dollar ham normalniy bo'ldi. Yaxshat. Hozir buni 500 ming dollarga maksimum tushirsak qancha berar ekan hozir ko'ramiz o'shasini. Davay unda. Bu 5400 dollar beradi sekundiga. Yo-mayo! Affiget bo'ldi. Mutassaliga вообще ko'p berar ekan bor-ku. Mayt nima deysizlar bolalar? Robux 72 ta Robux ochib ko'rsangiz ham yo'q bor. Qo'yinglar shuni ochmaylik. Mana shuni hozir mutasallilar siz bo'ladi menga. 80 ming 135 ming. Men mana kuchaytirib qo'yganman. Nima musullar chiqayapti menga? Nima musullar chiqyapti? Vulkanik kamar tushdi yana bola 8 ming dollarga. Yana bitta kamar olamiz hozir. O'sha kamarning puli yig'ilib turibdi. 800 ming dollar bor bolalar. Yana bitta kamar olib uni ham chatirib bola sekundiga 5 ming dollar bergan qilib qo'yamiz. Yaxshi. Bu kamar ham tayyor. Buni betga qo'yib qo'yamiz, yaqinroq joyga. Buni ham skip qo'yamiz. Timer 9 tur bo'lsa Go, let's go bolalar. Yana bitta kamar. Pul yig'ib chiqayda hamma pul bo'ldi. Bu kamarni yomon kuchaytirib tashlaymiz. 400 ming dollar pul olibdi mana mashinam. Mana 200 ming dollar, mana ham 1 million dollar pulimiz bor edi. Bu kamarni ham hozir 1 millionga polosni kuchaytiramiz. 5600 dollar sekundiga. Yo-mayo. Pulni ko'pligini qaranglar-da. 130 ming dollar mana. Aka, yana 8 ming dollarga shunaqa vulkanik ham mutasaddi kamar bo'lsa yana bitta kamar olib qo'yaman bo'lar. Faqat kamar qilib tashlayman zonamni. Normalniy pul berar ekanda bo'ldi. O'sha pasti 8 ming dollarim bor. Qani ko'rakchi qanaqa mashina tushar ekan. Epik kamar chiqdi baga vulkanik bo'ladi. Diamond super, diamond tushyapti ana. Mana shuni olib ko'rak 2 million dollarga bo'ladi. Bu sekundiga qancha berar ekan? Kamardan ko'p bersa ekan bori bo'ldi. Men birinchi qatordagi musir mashinani sotaveraman. 1 million dollar bor. 1 million 300 ming dollar bilan 400 ming dollar ham bor. Yaxshi, 1 million 700 ming dollar bor edi. Hozir easy yig'ib qo'yamiz bolalar. 2 million dollardi. Daymat kamarlar zo'r beradi bo'la. Oy, o'zi bor bo'la. O'zi 2 million dollar bor. Qanday? Olayda buni. Qancha beradi bu? Diamond o'zi ham bo'la, mutassalik diamond. Qanday olib qo'yamiz? Timerni skip qilamiz. 5 minut ekan buni ochish. 5 minut bo'la. 5 minut kutib o'tirmaymiz albatta. Ochaveramiz. Qani, iltimos shungacha pulni yig'ib qo'yamiz. Kuchaytirishga tayyor bo'lib turamiz. Voy. Diamond o'zi ham bor. Ko'rishga hozir hayajonlanyapman buni. Qancha berar ekan sekundiga? Qancha? 700 dollar. Oh my goodness bo'ldi. Hozir buni polosni kuchaytirasakchi qancha berar ekan? 10 ming dollar. 10 ming dollar sekundiga beryapti bo'l. 10 ming dollar sekundiga. 697 ming dollarga hozir yana bitta kuchaytirib qo'yaman buni. 697 ming dollarga.
Davay 610 ming dollar bo'ldi mana. Yana tekshirtirsak, endi aniq 10 ming tana yozsa, yo'q, yana tekshirish kerak ekan buni. Yo'qmaydi. Reversga nimalar kerak? 10 million dollar pul, ikkita manaqa mashina kerak. Men buni qizili yo'q menimcha, buni qizili yo'q menda. Spam bo'larmikan qizil? Mana-ku qizil 225 ming dollar ekan o'zi. Bo'ldi, olib qo'ydik buni ham. Bosilib tursa reversga kerak bo'ladi. Revers qilganimizdan keyin biz zo'rlashib olamizda. 10% mani bor. Mani o'zi biram toshlar ekan. Shunga o'sha 10 million dollar pul olamiz bor, nima deysizlar? Hozir bizga yana 2 million dollarga ana mashina chiqsa olish kerak bo'ladi. Shayton mashina bor-ku. 2 million dollarga bo'ldi. Yor ekanda o'zi ham sekundiga qancha berayotgan ko'ryapsizlarmi? 9 ming dollardan, pashti 10 ming dollardan beradi. 300 ming dollar ishlab qo'yibdi. Yo'q-mayo. Day spam qilaychi. Yana chiqdi Epic. Diamondlarga tushmagan, Diamond mutatsiyali. Vulkanik degan tushsa bor-ku. Mutatsiyaligi yorg'oradi bor lekin. Mana o'z-o'zi chiqib yuguribdi aytdi o'rtada. Normalroq chiqishini kutyapman. Voy, BMW M4 chiqdi menga 4 million dollarga. Epic. BMW M4 olamiz hozir bolalar. BMW M4, enter. Davay, let's go. 2,5 million. Davay, 3 million. Davay. 3,5 million dollar. Davay. Azgincha. Oy, 4 million dollarim bor o'zi. Valla BMW M4 oldim. Buni qaranglar. Yo, bile. Musta yo'qot. M4 bu yerda turadi. Davay, 9 Robux ko'chamiz. M4 oldim. M4 bolalar. Sekundiga qancha beradi o'ylaysizlar bolalar? Prям daxuya pul bergan qilib tashlayman. 500 dollar. 500 dollar. 700 dollar edi narigi. Mana necha borlar, bu mutasassisi yo'q shuning uchun ham shunaqa pul beryapti, lekin normal pul beradi hozir. 1 million dollardan ko'proq pulga kuchaytiramiz buni. 1,5 million dollar, 2 million dollarga kuchaytirar ekanmiz bolalar. 2 million dollarga kuchaytirib dahshat beramiz. Daxuya pul bergan qilib tashlaymiz hozir. Bu ham 6,5 ming dollar beryapti, kam emas-da bu bolalar. 250 ming dollar ishlab tashlabdi o'zi. Yana 1 million dollar pulimiz bor. BMW yo'qotdi. Allohga bolalar ko'raysizlar, BMW yoniga kelib rasga tushyapti ular. Dahshat BMW oldim, o'zi ham bor, hech kimda yo'q unaqa. Kolleksiyaga olib qo'ydim, mayli. Bundan ham zo'r mashina chiqar ekan, voy nima deysizlar? 4 million dollarlik maksimum eng qimmat mashinaman. 4 million dollarlik oldim. Endi bundan qimmatrog'i chiqadigan bo'lsa, undan qimmatiga pul yig'amiz bolalar. Lekin chiqmayapti unaqadir. 750 ming dollarga men ko'chata, undan ko'ra 750 ming dollarga. Davay, let's go. Mana shu raz more luck. 2 million dollar ekan. Legendarniy GTS 12 million dollarga. Bo'ldi, shuni olaman. Shuni olaman bolalar. 12 million dollarmidi? 12 million dollarga. O'shani olaman bolalar. Mana xo'sh GT tayyor. Ochib qo'y kerak bo'ladi. O'shani olaman bolalar 12 million dollarga. 2 million dollarim bor. Davay, 2,5 3 million dollarim, payt 3 million dollar. Yana 10 million emas, 9 million dollar yig'sam bo'ldi. Oy, shu qimmat chiqdi lekin bor. Bolalar, yorvoramiz hozir qarab turinglar. Pullar 12 million bo'lsin-da bolalar. 12 million bo'lish bilan men yangi GTS da olaman bolalar. 12 millionga o'zi ham legendarniy bo'lib mutatsiyasi bor bolalar. Qancha beradi bo'laysiz sekundiga? Mencha 15-20 ming dollar bersa kerak. Bolalar ko'rayotganingizda menda 19 million dollar pul bor. Endi 12 million dollarga GT'ni olaman, bir necha joyga qo'yaman bolalar. Endi 7 ming dolarga, yo'q, men 7 ming kutib o'tirmayman. 9 Robux hozir hech qilamiz buni. Davay, hozir tez qancha berar ekan sekundiga? 7 millionga kuchaytiraman. 8 millionga kuchaytiraman. 700 dollar. Qo'ynaku. Nimaga? 2 millionga bo'lib kuchaytirsam, hayotda buni 100 dollardan hozir 5 millionga oltimga kuchaytirishlayman. Zo'rg'a 10 ming dollar beryapti. Buni boyagi ana mashinadan berayotganida, bolalar, nima degani gap bu? Endi mashina olsam qo'ymayman bolalar. 20 million dollarga men mashinani olishim kerak. Yo-mayo, bolalar, zo'rligini qaranglar. Hala kuchaytirib olamiz, pullarni soqqalar yig'amiz bolalar. 1,5 million dollar pul tashlabdi o'sha. Cho'mayo. 10 million dollarda reverse qilar ekanmiz bolalar. 10 million reverse qilib qo'yamiz listda bolalar. Hozir reverse ham qilib qo'yamiz bolalar. 10 million dollarda. Ko'rayotganinglardek bolalar, Mr. Soqqaboy 43 million dollar pulim borda. 22 million qoldi-ku. Men mashina olibman. M4 chiqyapti. M4lar men sevmayman, endi bolalar, abji men sevmayman. 1,5 millionlik diamond chiqdi. Yo, diamond shart emas bolalar. Bizni normal mashina chiqib kutamiz. Upgrade qilamiz. 10 million dollarga upgrade qildim. Qanaqa mashina chiqarkan ochib ko'ramiz bolalar. 10 million dollarga upgrade qildim. Legendarniy Porsche 25 million dollarga Porsche bolalar. Porsche. Mana qo'yamiz. Day, AMG legendarniy AMG GT 20 millionlik mashinadan 9 Robusga ochamiz. Open case.
Qani sekundiga qancha berar ekan? Mana uni qanday ko'ryapti buni? Ana mashina chiqqani yo'q-ku. Qani. $1000. 8 million yuksaltiramiz uni. Yo, sekundiga $15,000 beryapti. Mana shu eng zo'r mashinam bo'ldi. Короче, bizani savolimiz juda ham kattalashib, zo'rlashib ketdi bolalar. Короче, videoga like bosib, keyin kanalida, keyin videolar o'tkazib yubormanglar bolalar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Amish endi kirdi hali.